Tamam, anlayışsız leksiyana hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2022 yıl 2. ayının 10. gün hürmetli vatandaşlar. Endiki mavzu emas, yukarıki leksiyanın devamı. General Korla. Ve şimdi dedik, General Korla. Kengaş Palatası Harbiy İşler Komitetiga yana mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Dalazer Amerika Armiyasi Markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat tavalligi doirasidagi rayonlarda o'zining ta'sir doirasini kengaytiryapti va pul xarjlayapti. General Korla mundaq ko'rsatdi. Merkezi Harbiy İşler qo'mondonlik organining mas'uliyat tavalligidagi 21 davlatning ichida 18 davlat Beijing bilan strategik kelishim imzoladi. Bu kelishim Jungo Kompartiyasining O'rta Sharqda boshda hukmlab bo'ldik-ku, O'rta Sharqda. O'rta Sharqda ta'sir doirasini taraqqiy qildirishini yuksaltirdi. Shuning uchun General Korla mundaq hisobladi. O'rta Sharqda Jungo Kompartiyasi bilan qarshilashish va Jungo Kompartiyasiga qarshi turish kerak. O'rta Sharqda diqqat, Jungo Kompartiyasi bilan qarshilashish va Jungo Kompartiyasiga qarshi turish kerak. General Korla yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasi bilan Rossiya strategik elishadigan bir davrga duch keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda Jungo Kompartiyasi bilan Rossiya strategik elishadigan bir davrga duch keldi. Bundaq raqobat bir jo'grafiyalik rayon bilan cheklanib qolmaydi. Amerika Armiyasi Markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat tavalligi doirasigacha kengaydi. Amerika albatta haqliq yo'sinda Jungo Kompartiyasining raqobatini o'ylab yetalagan ekan, undaqda biz Amerika O'rta Sharq ishlariga, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo ishlariga davomli aralashishimiz kerak. Tekrarlaymiz vatandaş. Amerika elbette haqliq yo'sinda Jungo Kompartiyasining raqobatini o'ylab yetalagan ekan, undaqda biz Amerika O'rta Sharq ishlariga, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo ishlariga davomli aralashishimiz kerak. 55 yaşlık General Korla 1988 yılı G'arbiy nokta harbiy maktubini bitirib, dengiz qo'ltig'i urushi, Iroq urushi, Afg'oniston urushini boshdan kechirgan tajribali generaldir, ham tajribali harbiy komandordir. Generalni vazifaga tayinlash Cho'qim Kengash Palatasi Harbiy İşler Komitetining tasdiqidan o'tadiganligini faraz qilishga bo'ladi. Amerika Birlashma Agentligining xabariga asoslanganda, agar General Korla Amerika armiyasi markaziy qo'mondonligiga qo'mondon bo'lib tayinlanadigan bo'lsa, General Korla Beşburcaklik bino bilan birlikda Amerika tashqi siyosatining eg'irlik nuqtasini endi Tinch okeani rayoniga yo'tkab, bosh ko'tarayotgan Jungo Kompartiyasiga qarshi turib, balki Rossiyadan mudofaa ko'rishni kuchaytirdi. Navbatda Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylik, harbiy ishlar vaziyati O'rta Sharq rayonini muqimsiz holga tushirib qo'ydi. Diqqat, navbatda Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylik, harbiy ishlar vaziyatini O'rta Sharq rayonini muqimsiz holga tushirib qo'ydi. General Korla mundaq hisobladi.
Amerika, Rusya'nın Amerika bilen uruş kılıdığanlığına işlenmeydi. Biz tepkilatımız başta. Amerika, Rusya ikisi uruşduğu bakmaydı. Hangi bazı general korullar ne deydi? Ben şunun işini menki, şuna karayım ki Rusya, Amerika bilen uruş kılıdığanlığına işlenmeydi. Guahlık beriş yığın yapılgandan keyin Germaniyaga berip general korullar Avrupa'nı hatırjam kılışның bir qisam faaliyetlerini elip bar. Rusya, Ukrayna o'tirishdagi harbiy krizisga o'rtaq taqobil tur. Davomini anglash.